Sardor Rashidov. Ajoyib tarzda to'p chap qanotga yetkazib berildi. To'p jarima maydonida. Kim yakunlaydi hujumni? Yana bir imkoniyat. Gol! Igor Sergeyev 52-daqiqada Andreyev jarima maydoniga yetkazib bergan vaziyat. Marat Bikmayev mana bu holatda jamoadoshiga to'pni yetkazib berdi, aniq tarzda qizg'anmadi. Va Igor Sergeyev to'pni to'xtatib olib ancha qopladi. Server zarba berish uchun qulay pozitsiyaga chiqib kelyapti. Ajoyib tarzda to'pni jarima maydoniga yetkazdi. Xavfli vaziyat. Zarba va gol! Dastlabki goldan 4 daqiqa o'tar o'tmas Bahrayn terma jamoasi darvozasiga ikkinchi Marat Bikmayev bu safar ham golga assistentlik qilgan, e'tibor bering. Uzoq tanaffusdan so'ng terma jamoaga qaytgan futbolchi bugun 2 ta golga assistentlik qildi. Sardor Rashidov zarba! Gol! 3-0. Hozir Sardorga birorta himoyachi halol bera olmadi. Mana e'tibor berishingiz mumkin. Mana bu vaziyatda raqibdan qochib ketganligiga e'tibor. To'pni oldirib qo'yapti-yu, ammo imkoniyatni bergisi kelmayapti raqibiga. Chap qanotga to'p yetkazib berildi. Jasur Hasanov juda yaxshi raqibdan qochib ketyapti. Xavfli vaziyat, zarba va gol! Asosiy vaqt qo'shib berilgan vaqtning so'nggi daqiqa. Jasur Hasanovning ham xatti harakatlarini alohida ta'kidlab o'tish kerak bu vaziyatda. Ajoyib tarzda Jasur to'pni jarima maydoniga olib kirdi va jamoadoshiga aniq tarzda